Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 15. bölüm Nəfsini tərbiyələş, əxlaqını güzəlləşdiriş və qalb kasalliklərini davalaş. Bu tema bir neçə babda bayan qılınğusi. Həqiqətən güzel əxlaq peyğəmbərlər və siddiqlarning sübutidir. Yaman xuylar bolsa öz egisini şeytanның yoluğa kirgizdigan ötkür zəhər və məngülük hayatdan məhrum qoyğucu kasallikdir. Şuna insan ularni bilishi və tegishlik davolashga tirishchanlik ko'rsatish kerak. Biz bu kasallarga va bularni qanday davolashga doir tafsilotlarga kirmay, bir butun ishorat qilib o'timiz, inshaalloh tuvanda aniq bayon qilg'aymiz. Birinchi bab go'zal axloqning ardam fazilati va yomon xuyning ayblanish to'g'risida. Bu vaqt suhbat adablari babida biroz to'xtalgan edik. Kishilar go'zal axloqning haqiqat haqida emas, uning mevlar haqida so'z qilishdi. Ammo u mevlarni to'liq aytib bo'lolmadi, balki ularning har bir haqida Alloh imkon bergan doirada bir narsalarni deb beqishdi. Odatda go'zal axloqning go'zal yoritilishga yondosh kelganligini bayon qilish bu vaqtdagi bir haqiqatni ichib berishdir. Arablar palonchi xalqi va xulqi go'zal kishi. Filanun hasanul xalq val xuluq deb qo'ydi. Bu degani ichimi, teshimi go'zal odam deganlikdir. Xalqi deb tashqi qiyofat, xulqi deb ichki dunyo ko'zda tutiladi. Chunki inson tan va ruhdan iboratdir. Tan ko'z bilan ko'riladi va anqiriladi, ruh bo'lsa farosat bilan tunib ilindi. Har ikkisining go'zal yoki sad ko'rinishi shakli bo'ladi. Farosat bilan tunib ilingan ruh ko'z bilan ko'rilgan tandan texmi muhim va texmi qimmatlikdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ruhni texmi muhim ko'rsatdi va uni o'ziga izofa qildi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan laydan bir odam yarataman. Uni men ravus yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar." Ushbu oyati karimda Alloh taolo tanni loyga, ruhni o'ziga nisbat qildi demak, axloq ruh o'rnashgan bir uslub va maydon bo'lib, ish-harakatlar o'ylab o'ltirish behojat holda ruhdan asonli chiqadi. Agar o'tirg'i chiqqani go'zal ish-harakat bo'lsa, go'zal axloq, sad qiliqlar bo'lsa, yomon xuy deb atiladi. Axloqning o'zgarishini qabul qilish qilmaslikning bayoni. Horulluq yengilib, riyozat, nafs tarbiyasi egri kelgan ba'zilar xuddi tashqi qiyofatning o'zgarishini tasavvur qilg'il bo'lmagandek, axloqning o'zgarishini tasavvur qilg'il bo'lmaydiganligini ilgari surishidi. Ularga berilgis javob mundaq: agar axloq o'zgarishni qabul qilmaydigan bo'lsa edi, o'git va tavsiyalar tamoman bema'ni bo'lgan bo'ladi. Biz yovvoyi bir ov hayvonining ko'ndirilishi, ov itining tutgan ovni yemaslikni o'ginishi, atning chiroyli mingish va egisiga itoatni o'rganganligini ko'rib turib, qandaqmi axloqning o'zgarishini inkor qila olamiz? Albatta, ba'zi tabiatlar tuzilishni tez qabul qiladi, ba'zilariga bo'lsa tas keladi. To'g'ma mijozning o'zgarmaydiganligiga ishonadigan kishining xiyoliga kelsak, shuni bilginki, maqsad butun sifatlarni tubdan yo'qotish emas, balki riyozatdan, tarbiyadan murod shahvatni oshqo'llik bilan bo'shanlik orasida o'ttiral saviyaga keltirishdir. Shahvatni, istakni nafsdan tubdan yo'qotish mumkin emas, ham bu tuyg'u fitratga zurur bir foyda uchun yaratilgan bo'lsa, yo'qotish qandaqmi mumkin bo'lsin? Masalan, tamoq istiki tamoman yo'qolsa, inson o'ladi. Jinsiy shahvat yo'qolsa, nasl quriydi. G'azab bir butun yo'qolsa, inson o'zini halok qilguvchi omillarni yo'qotolmaydi. Alloh taolo uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qarshi shiddatlidir degan. Shiddat faqat g'azabdan tug'iladi. Agar g'azab yo'qolsa, kuffarga qarshi jihad to'xtab qoladi. Alloh taolo yana ochiqini yutadiganlar dedi, ochiqini yo'q qiladiganlar demadi. Shuningdek, taom istikida na ochpoqliq, na bak oz yeshish, balki o'tiraliq talab qilinadi. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: "Yanglar, ichinglar, isrof qilmanglar." Lekin murshid, yo'l ko'rsatuvchi ustoz, murid muxlisida g'azab va shahvatga mayil ko'rsa, uni o'tiraliq qilish uchun g'azab va shahvatni mutlaq ayblashda haddidan oshirib go'zal ishdir. Riyozat, nafs tarbiyasidan maqsadning o'tiraliq ekanligiga dalolat qiladigan misollardan biri sixiylikning shar'an talab qilinadigan axloq bo'lishi bo'lib, sixiylik bexillik bilan isrofxo'rlik orasidagi o'tir yo'ldir. Allah Teala bu haqda mundaq maqtidi:
Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi, o'ttiral xarajat qiladi. Fasl go'zal axloqqa ulashtiruvchi sabablar. Go'zal axloqning aql quvvatining o'ttirallıqi hamda g'azab va shahvat kuchining o'ttiralliqiga bog'liq ekanligini bilgan bo'ldim. Bu o'ttiralliq ba'zida yorilishdan ilohiy sovuq sifatida fitratning takomuli bilan hosil bo'ladi. Darvaqa, nurg'un kichik balalar rostchil, sehiy va muloyim yaratilgan. O'ttiralliq ba'zida yana tirishchanlik bilan hosil bo'ldi. Buning yo'li riyozat, ya'ni talab qilingan axloqni yetildiruvchi amallarni nafsga tengashtir. Şuna kimki sihiylik axloqini yetildirishni istasa, buning o'z tabiatiga aylanish uchun xuddi sihiylar qo'li ochiqlik qilgandek o'zini qo'li ochiqlikqa zo'rlash kerak. Kamtar bo'lay degan kishimi o'zini kamtarlarning ishlarini qilishga zo'rlash kerak. Demak, barcha go'zal axloqlarda ish mushundoq. Ya'ni bir axloqni yetildirishda odatga aylantirib olishning roli zo'r. Jumladan, putukchi, yozg'ich bo'lishni xohlagan kishi yiziqchilik ishlariga berilishi. Faqih, alim bo'lishni niyat qiluvchi, toki qalbiy fiqh sifatiga moyil bo'lguncha fuqahoning fe'l e'tiborini takrorlab berish kerak. Albatta, xuddi inson bolasining 2-3 kunda bo'y tartib odam bo'lishini kutib bo'lmagandek, buningdimi 2-3 kunda unum ko'rilishini kutmaslik kerak. Unum izchillik bilan hosil bo'ladi. O'zliksiz tirishchanlik cho'ng rol o'ynaydi. Shuningdek, itoat va ibodatlarning izini kamsitmaslik kerak. Izchil davomli qiladigan ta'siri bo'ladi. Gunoh ma'siyatlarining iziga sal qaramaslik lozim. Darvaqa fazilat sabablariga ching yipishish ruhga ta'sir qilib, mizojni o'zgartgandek, o'rinlar bilan ham suhbat bo'lish odatga aylanib qolsa, har qanday xayr va yaxshilikdan mahrum qilish kelib chiqadi. Ba'zida go'zal axloq yaxshilarga ham suhbat bo'lish orqali yetiladi. Chunki inson tabiati bayni yaxshilik va yomonlikni o'g'irlaydigan o'g'ridir. Fiqrning qarashicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bunu hadisi bu haqiqatni kuchlantirdi. İnsan o'z do'stining dini o'ziradir. Shunga har qanday qilma kimni do'st tutganligiga obdan qarsin. Ikkinchi bob axloqni go'zallashtirish yo'li. Axloqda o'tirallikning qalb va ruhdagi saqliq, o'tirallikdan qing'ir ketishning bo'lsa, bir kasallik ekanligini bilding. İnson ruhini davolash bayni badanni davolashga o'xshaydi. Darvaqa badan azalda mukammal yaratilmagan, faqat tarbiya va uzuqlik bilan kamal topgandek, ruhmu naqs yaratilgan. Ammo takomillik tayyordir. Ruh o'zini paklash, axloqni go'zallashtirish va ilm bilan uzuqlanish orqali mukammallashadi. Badan sog'lom chog'da doktor tabibning vazifasi mavjud sog'liqni saqlash bo'lsa, kasal tekkan chog'da tushadigan vazifa ashu sog'liqni qaytarib kelishdir. Ruhmi dal mushundoq. G'ubarsiz, pak va go'zal axloqli vaqtda mavjud holatni qo'g'dash va texnik kuchlantirish uchun tirishish kerak. Agar kamolatga yetmagan bo'lsa, uni mukammallashtiruvchi sabablarga tirishish kerak. Badanning kasal bo'lishiga sabab bo'lgan illat uning dal aksi bilan davolanadi. Masalan, badan issiqlik sababidan kasal bo'lgan bo'lsa, so'rin va sovuq narsalarni sabab qilish bilan davolanadi. Qizitma tushirildi. Shuningdek, qalbning kasalligi bo'lmish nachar xo'ylar uning aksi bilan davolanadi. Masalan, nadonlik kasali ilm bilan, bexillik kasali sihiylik bilan, takabburlik kasali kamtarlik bilan va ochko'zlik kasali ko'ngli tortgan narsadan o'zini to'xtatish bilan davolanadi. Kesal badanning yaxshilanishi uchun dorining ochiqiga chidash va ko'ngil tortgan narsalarni yemaslikka qattiq sabr kerak bo'lganidek, nafsga qarshi jihatning qiyinchiligiga chidash va qalb kasalligini davolashga sabrchanlik lozim. Hatto bunisi bekarak sabr talab qiladi. Chunki badan o'lim bilan tang kasallikdan qutuladi. Lekin qalb kasalligi degan o'lgandan keyinmi mangu davom qiladigan azobdir. Muridlarning qalblarini davolaydigan murshid ularning xuluq va kasalliklarini bilmay turib, nuqul bir riyozat tarbiya bilan kirishib olmasligi kerak. Chunki hamma kasalni davolash usuli o'xshash bo'lmaydi. Masalan, dindan bexabar kishini ko'rganda, uningga avvalo tahoratni, ondan namoz va ibodatlarni o'rgatish kerak. Agar takabbur kishi bo'lsa, kamtarlik kerak bo'lgan ishlarga jo'rish, ochiq yomon kishi bo'lsa, muloyim, sabrchan bo'lishga zo'rlash lozim. Nafsni tarbiyalaguvchi kishi eng muhtoj narsa mustahkam irodadir. Arasaldilik paydo bo'lgan hamon utuq yiroqlashidi.
Nəfsni tərbiyələyücü öz iradəsində acizliğini sezgan çağda səbirchan bo'lish kerak. İrada və qat'iyyəti bo'shashqan hamon ikkinchi bundaq bo'lib qolmaslik uchun nəfsni jazolash kerak. Bir kishi nəfsiga mundaq degan ekan: "Agar behuda biljirlasang, seni yil bo'yi ro'z tutish bilan jazolayman." 3-cü bab qalb kasalliklarining alomati, qalbning saqayishi, insonning o'z ayiblarini tunishning yo'li. Har bir a'zo o'ziga xos bir harakat bilan yaratilgandir. Bir a'zoning kasallashganligining alomati uning o'z harakatini o'rindashdan ojiz kelishi yoki u harakatning ba'zi iztiroblar bilan o'rindilishidir. Masalan, qo'l yaxshi tutolmasa, ko'z xiralashsa, qalb o'z amallarini qilolmasa, kasal demakdir. Qalbga xos amallar bo'lsa, ilm, hikmat, Alloh taoloni haqiqiy tunish, Alloh taoloni yaxshi ko'rish, Alloh taologa ibodat qilish va Alloh taoloning roziligini har qanday shahvat ishtiyoqdan ustun ko'rishdir. Agar inson hamma narsani tunib, Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ravishda tunimasa, hech narsani haqiqiy tunigan bo'lmaydi. Haqiqiy tunishning alomati sevgidir. Allah Taala'nı haqiqiy tunugan kishi Allah Taala'nı suydu. Söygünün alomati boshqa suyumlik narsalarning hech qaysini o'z söygünidan ustun ko'rmaslikdir. Kimning Allah Taala'dan bekrak muhabbat qo'ygan narsasi bor bo'lsa, u dal qalbi kasal kishidir. Darvaqa non yemay to'pi yegisi kelgan oshqozon non ishtihasi yo'qolganligi uchun kasal oshqozondir. Qalbning kesili yushurin kasallik bo'lib, egisi uni osonlikcha bilolmaydi-da, uningdan g'afil qoladi. Kishi kasalni bilgan taqdirda uning davosining iztirobiga sabr qilish qiyindir. Chunki uning dorisi havo havasga qarshi ish qilishdir. Sabr qilalasimi, uni davolashga usta amchi topolmasligi mumkin. Chunki amchilar olimlardir. Halbuki kasallik ularga yuqib bo'lgan o'zi kasal amchining retsepti e'tiborga ilinmaydi. Natijada kasallik shifasi qiyin va qo'rqinchli holga keladi. Halbuki bu ilm allaburun yo'qolgan qalblarning kasal bo'lganligi va uni davolash tamoman inkor qilingan ahvoldadir. Amdilikda kishilar ko'rinishda ibodat, amaliyotda odat amallariga yuzlanib ketishdi. Mana bu kasallikning haqiqiy alomatidir. Qalbning davolashga javob berib, saqayishga boshlaganligining alomati dal kishining shu illatga qarta maydonida ifodalandi. Agar bexillik kasalini davolayotgan bo'lsa, molni aymay sarf qilish shifo tepayotganlikdandir. Lekin hargiz isrofxo'rlik va buzib chechish darajasiga berib qolmaslik kerak. Chunki isrofxo'rlik darajasiga berib qilish yana bir kasallikka mubtalo bo'lganlikdir. Darvaqa soğuq eşip ketgan kishi haddidan ortiq issiqlik qilaversa, issiqi eşip ketib qoladi-da, yangi bir kasal tepib olgan bo'ladi. O'ttiral bo'lish talab qilinadi. Mubada o'ttirallikni bilmoqchi bo'lsang, o'z nafsingga qarg'in. Agar sen uchun mol dunyo tepish va yig'ish uni tegishli kishilarga sarf qilishdan texmi suyumlik va texmi oson bilinsa, fuqval sen bexillikqa yengilgan kishisan. O halda sen ayımay mal sarf qilish orqali nafsini davolag'in. Agar berishga tegishli kishiga ko'p berish sen uchun texmi suyumlik va qo'lda tutib olishdan texmi yengil bilinsa, undaqda sen buzib chechish kesligiga giribdarsan. Bu ahvolda sen tutib turishdanmi bil. Hamisha nafsini kuzat va ish harakatingning mijozingga oson yoki tas kelishiga qarab ish tut. Toki qalbing mol dunyo muhabbatidan ayrilg'ay yoki na buzib chechishga, na bexillikqa moyil bo'lmag'ay. Mol dunyo sening nazaringda suv o'xshash bo'lsinki, uni ya bir muhtojning hojati uchun saqlab qo'yg'aysan yoki boshqa bir muhtojning hojati uchun sarf qilg'aysan. Mushu holdagi har qalb Alloh huzuriga pay qalb bilan kelgan bo'ladi. Nafsning bad axloqliklardan farigʼ bo'lish uchun bir dunyolik narsaga aloqasi bo'lmasligi lozim. Shu orqali nafs dunyodan aloqasi uzilgan, dunyoga va uning sabablariga boqmagan holda dunyodan safar qiladi. Shu chaqda Parvardigorga arom topgan nafs bo'lib qaytadi. Hech shak yo'qki, haqiqiy o'tirallik bak aniq bo'lmaganligi, balki chashdanmi inchga, qilishdanmi ittik bo'lganligi uchun. Bu dunyoda mushu to'g'ri yo'lda qaddini ruslab mangan kishi oxiratda pilsirat ko'rigidan o'talaydi. To'g'ri yo'lda mingish qiyin bo'lganligi uchun banda har kuni necha qatim "Ey Alloh, bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in" deyishga buyurildi. Istiqomat yo'lida mingishga qodir bo'lolmagan kishi shu yo'lda mingishga tirishsin. Chunki nijotlik yaxshi amallardan maydoniga keladi. Yaxshi amallar go'zal axloqlardan hosil bo'ladi. Shunga har bir banda o'z axloq va sifatlarini tekshirsin.
Yaman xuylarını bir-birlab tüzeş bilan məşğul bolsun və keskin iradə bilan japağı sabır qılsın. Çünki o iş kişiga xuddi bu vaqt dəslab sütdən ayrılğısı kelməsimi, keyin xoş yiqib qalğandək yiqib qalıdı. Bu vaqt sütdən ayrılıb bolğandan keyin anasının köksü tənglənsə, əlbəttə onu qayta emişni xalamaydı. Ahiret hayatının muddetiga nisbatan ömrünün qısqaligini bilgan kishi мәңгүлік jannat ne'mati uchun safar mushaqqatlarini ko'taradi. Kecha to'xtamay yo'l yurganlar tong otganda kechada mingib olganligidan suyunadi. İnsanning o'zining ayiblarini tunish yo'lining bayoni. Bir kishiga Alloh taolo yaxshilikni iroda qilsa, uningga o'zidek ayiblarni ko'rsatib qo'ydi. Fikir quvvati mukammal kishiga o'z ayiblari maxfiy qolmaydi. Ayiblarini bilgan kishi uni davolay oladi, lekin kishilarning ko'pinchisi ayiblarini bilmaydi. Din qeyrindishining ko'zidagi chapaqni ko'radi-yu, o'z ko'zidagi ko'takni ko'rmaydi. O'zidagi ayiblarini bilmoqchi bo'lgan kishiga 4 yo'l bor. Birinchi yo'l nafsning ayiblarini bildigan bir ustozning oldida o'ltirish va u ustozning uningga nafsning ayiblari va davolash yo'llarini bildirib qo'yishidir. Bu zamanda bundaq ustozlar az tepiladi. Bundaq ustozga yo'liqqan kishi usta amchiga yo'liqqan bo'ladi. Shunga undaq ustozni tashlamaslik lozim. Ikkinchi yo'l dindor, nazar doirasi keng, rostchil bir do'st izlash va uni o'ziga yomon xuy va ish-harakatlarini ko'rsatib qo'yish uchun kuzatchi qilish. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bizga ayiblarimizni hadiya qilgan kishiga Alloh rahmat qilsin. Salman raziyallohu anhu Umar raziyallohu anhuning yeniga kelganda Umar o'zidagi ayiblarni ko'rsatib qo'yishini so'ragan edi. Salman: "Sening dasturxoningdan non to'kirib yeydigan ikki turlik ne'mat, kechada kiydigan bir ton, kunduzda kiydigan bir jami 2 toning borligini angladim" dedi. Shuning bilan Umar: "Buningdan boshqa bir narsa anglamadingmi?" dedi. "Yo'q. Bu ikkisini deyish bilan vazifangni to'liq ado qilding." Umar raziyallohu anhu Zeyfadan: "Men munofiqlar qatoriga o'tib qoldimmi?" deb so'raydi. Bu shuning uchunki, har qanday kishining sagiklikda martabasi qancha yuqori bo'lsa, o'zidan ansirishi shuncha ko'p bo'ladi. Lekin bundaq sifatdagi do'stning hozirgi zamonda tepilishi qiyin. Chunki do'stlar ichida xushomad qilishni tashlab, do'stining aybini o'ziga deydigan yoki hasad qilmaydigan do'stlar bakmo oz. Shunga hozirgi zamondagi do'stlar aybini ko'rsatishda o'ziga vojib bo'lgan miqdordan oshirmaydi. Salaf solihlar o'ziga aybini ko'rsatib qo'yganlarni yaxshi ko'radi. Biz hozir ayblarimizni ko'rsatib qo'ygan kishilarni ko'pincha holda yomon ko'rib qolamiz. Bu iymonning ojizligining alomatidir. Chunki yomon xuylar chayonlarga o'xshaydi. Agar bir kishi kiyimimizni ichida chayon borligini bizga ko'rsatsa, uni rahmatga ko'mib o'tamiz va chayonni o'ldirishga tirishimiz. Hech kimga maxfiy bo'lmagandek, yomon xuyning ziyonlari chayonning ziynidan cho'ngdir. 3-yo'l o'z ayiblarini dushmanlarining tilidan bilib foydalanish. Chunki dushmanlik yomon taraflarni oshkorlashga ilib bordi. Ayiblarni yushiradigan xushomadchi do'stdan ko'ra bekrak jidallashib, ayiblarini ochadigan dushman foydaliqdir. 4-yo'l kishilarga aralashish va ular orasida yomon ko'rilgan har qanday yomon xuydan saqlanish. Fasl qalb kasalliklarini davolashning yo'li shahvatlarini tashlash. Biz nafs shahvatlarining kishi o'zligi uchun muayyan foydalar uchun yaratilganligini tilga olgan edik. Chunki tamoq yeyish istiki bo'lmasa, uzoqlanish bo'lmaydi. Jinsiy istak bo'lmasa, nasl uzilib qoladi. Shahvatlaridan ayiblandigini ziyoda shahvatlar va shahvatlarining chekdan eshishidir. Bir turkum kishilar bo'lib, ular bu shahvat miqdorini tushunmadi. Shu sababdan nafs xohlagan narsalarning hammasini tark etishdi. Bunday qilish nafsning haqqini yeb, nafsga zulm qilganlikdir. Chunki nafsning haqqi bor. Buningga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning "Üstüngda nafsingning muhaqqi bor" degan so'zi dalildir. Hatto ba'zilar "Menga mundaq yil bo'ldi, mundaq narsalarni ko'nglim tortidi, lekin uni yemayman" deydi. Bunday qilish bo'lsa, halollikdan qing'ir ketganlikdir va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga xilofdir.
Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ko'ngli tortgan tatliq turum, bal va boshqa narsalarni yeb ichatdi. İlmi az, shu sababdan ko'ngli tortgan narsalardan o'zini mahrum qo'ydigan zoidga pisand qilinmasligi kerak. Chunki undaq zoid adolatdan yiroq, zulmga yaqinroqdir. Ko'ngli tortgan narsaga erishish tas bo'lsa, voz kechgulik. Masalan, ko'ngli tortgan narsaga noto'g'ri yo'l orqali erishgil bo'lsa, yoki ko'ngli tortgan narsalarni yeb irodasi bo'shab ketishidan, natijada nafsning uni davomli yeyishni tama qilishidan yoki ziyoda tuyib ketib ibodatga eg'irlik qilishdan qo'rqsa, undaqda ko'ngli tortgan narsani yeb ichishdan saqlang'ay. Nafsini kuchlantirish uchun bir qism ko'ngil tortgan narsalarni ba'zi vaqtlarda yeyish kasalni davolaganga o'xshash ish bo'lib, bunday qilish maqtildiki, hargiz ayblashga bo'lmaydi. Yo'l manganda kuchlik mingish uchun nafsiga kuyunsa, hech qisi yo'q. Güzel axloqning alomatlarining bayoni. Allah Taala'nın razılığını közlügüçe zina ve başka günah məsiyyətlərini tərk etib özünü mən əxlaqımını düzətdim və nəfsimə qarşı cihad qilishdən bihacət boldum deb güman qilish mümkün. Əməliyyatda bolsa iş o oyluğandək emas. Güzel əxlaq bolsa müminlərin sübütünün yığındısıdır. Allah Taala müminlərini sübətləb mundaq deydi. Faqat Allah yad etilsə, dillərdə qorxunç payda bulduğan, Allah'ın ayetləri tilavet qılınsa, imanı küçüydüğən və Pərverdigarı təvəkkül qıldığan kişilərlə kamil müminlərdir. Ular mükemmel ravishda namoz o'qiydi, biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudo yo'lida sarf qildi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va izil rizqqa, ya'ni jannatning tugamas ne'matlariga erishidi. Günahlardan tövbe qılğuçular, ixlas bilan ibadat qılğuçular, Allahqa hamd sana aytquçular, roza tutquçular, ruku qılğuçular, secde qılğuçular, yaxşı işlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squçular, Allahning belgilmalariga rioya qilğuçular, ya'ni Allahning bekitgan farzlarini ado qilib, nahiy qilgan ishlardan yonğuçular ham ahli jannatdir. Mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Müminler haqiqatan baxtga erishdi. Shundaq müminlarki, ular namozlarda Allohning ulug'ligidan surbesib ketganlikdan ayminib turg'uchilardir. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uchilardir. Ular zakot berguvchilardir. Ular avratlarini haromdan saqlag'uchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlardan, cho'rilardan boshqalardan saqlag'uchilardir. Bular bilan yiqinchilik qilg'uchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilg'uchilar haddidan oshquchilardir. Ular ya'ni mu'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilg'uchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qilg'uchilardir. Ana shular, ya'ni yuqori sifatlarga ega mu'minlar nozu ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi, Firdavsda mangu qoladi. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib, tamkinlik bilan mangdi. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga amonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qildi. Ular kechalarini Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ular yana Alloh yaxshi ko'radigan bandalar aytidi. Parvardigorimiz bizdan jahannam azobini dafi qilg'in. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi, o'ttiral xarajat qildi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah haram qilgan nohaq odam o'ldirish qilmishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qildigan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hasilab azob qilinadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'limi mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Kimki gunohlarga tavba qildigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigorining oyatlari bilan vaz-nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi.
Ular, ey Parvardigarimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, yana bizga sana itoatmand farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning pishvasi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilik da'vat qilg'uchi qilg'in deydi. Ana shular sabrlik bo'lganlik uchun jannat bilan mukofotlanadi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi ilinadi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Kimki o'zining ahvolini bilish qiyin kelsa, o'zini bu oyatlarga solsin. Bu oyatlardagi alomatlarning bo'lishi go'zal axloq egizligining alomatidir. Bu sifatlarning hech birining bo'lmasligi bad axloqlikning alomatidir. Shundaq sifatlar bor bo'lib, ba'zi bo'lmasa, ba'zi axloqning bo'lishiga dalolat qiladi. Shunga kishi o'zida bor axloqini saqlab, yo'q axloqlarni hosil qilishga tirishsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mu'minni ko'p sifatlar bilan sifatladi va shu sifatlar bilan go'zal axloqqa ishorat qildi. Sayyinda Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Jinim qo'l ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, bir banda o'ziga yaxshi ko'rganni qarindoshiga yaxshi ko'rmagicha mu'min bo'la olmaydi." Sayyinda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Kimki Allah Taalaga va oxirat kuniga iymon etadigan mehminni ikrom qilsin, kimki Allah Taalaga va oxirat kuniga iymon etadigan qo'shnisiga aziyat bermasin. Kimiki Allah Taalaga va oxirat kuniga iymon etadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin degan. Yana bir hadisda iymoni eng komil bo'lgan mu'min, axloqi eng go'zal bo'lgan mu'mindir degan. Başqalarning aziyatiga sabr qilish go'zal axloqlarning qatoridandir. Sayyinda rivoyat qilindiki, bir Arabiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning to'nini tortib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning murisiga iz chiqaribdi. Ondan Arabiy: "Ey Muhammad, qo'lingdagi Allohning melidan menga buyurib bergin" dedi. Rasululloh uningga burilib qarab kuldi, ondan uningga bir narsa berishni buyurdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qavmi aziyat bersa, "Ey Alloh, qavmimga mag'firat qilgin, chunki ular bilmaydi" deydi. Uvays al-Qarani kichik balalar tashatsa, qarindoshlarim, agar tashatmasanglar zodi bo'lmaydigan bo'lsa, putumga kichik toshlarni itinglar, bo'lmasa meni namoz o'qishdan cheklab qo'yisizlar deydi. İbrahim ibn Adham sahroga chiqdi. Uningga yo'liqqan bir askar "Avat yer qayerda?" deb so'ragan edi. İbrahim ibn Adham qabriston tarafga ishorat qildi. Shuning bilan askar uning boshiga urib yerivatdi. Keyin askarga "Sen urgan kishi İbrahim ibn Adham edi" deyishgan edi. Askar İbrahim ibn Adhamning beshini va qo'lini suyishga boshladi. Shuning bilan İbrahim ibn Adham: "O mening beshimga urganda Alloh taoladan uningga jannatni berishni so'radim. Chunki uning meni urganligi sababli men ajrga erishadiganligimni bilatdim. Shung mening uningdan bo'lgan nasibamning yaxshilik, uning mendan bo'lgan nasibasining yomonlik bo'lib qolishini xohlamadim" dedi. Bir kishi yo'lda mengavassa, uning ustiga yuqoridan kul tashlangan edi, hamrohlari uningga kayishga boshladi. Shuning bilan u o'tqa loyiq kishi kulga sulh qilinsa, g'azablanmasligi kerak dedi. Demak, bu nafslar tarbiya qilish bilan bo'ysundirilgan, shuning bilan axloqlari tuzalgan va botiniy aldamchilikdan poklanib, Allohning hukmiga rozi bo'lgan nafslardir. Kimki ashu kishilar topgan alomatlardan ba'zisini o'zida topolmasa, shu alomatlarga erishish uchun o'zini davomli tarbiyalasin, chunki u kishi texi bu alomatlarga yetmadi. Fasl kichik bolalarni dastlabki o'sib yetilish mezgilida tarbiyalash to'g'risida. Kichik bola ota-onasiga omonatdir. Uning qalbi beg'ubar marvoyitdir. G'ubarsiz marvoyit har qanday naqshni qabul qilg'uchidir. Shuning uchun kichik bola yaxshilik qilishga odatlantirilsa, yaxshilik ustida o'sib yetiladi va uning ota-onasi adab o'rgatuvchi ustozi savobga sherik bo'ladi. Agar yomonlikqa odatlantirilsa, yomonlik ustida o'sib yetiladi va uning valisi gunohkor bo'ladi. Shunga bolani qo'g'dash, uningga adab qoida o'rgatish, tarbiyalash, uningga go'zal axloqlarni singdirish va uni yomon hamrohlarga aralashib qolishdan saqlash kerak.
Hem balını paravan turmuşqa odatlantirmaslik, onunğa havşamat va farog'atning manbasini suyumli ko'rsatmaslik kerak. Bo'lmasa, cho'ng bo'lganda bayashat turmush talab qilib umrini zayi qiladi. Kichik balani kichik vaqtdan boshlab ko'z tutish lozim. Balani inik ana imitmoqchi bo'lsa, dindor, soliha, haloldan yeydigan inik ana imitib beqish kerak. Chunki haromdan hosil bo'lgan sutda barakat bo'lmaydi. Balada oq qorin farq etish alomatlari ko'rilsa, u alomatning beshi hayodir. Bu yaxshilikning alomatidir va bu bala balog'at yoshiga yetganda aqli mukammal bo'lganligiga bishoratdir. Bu holatda uningga adab qoida o'rgatishda uning hayolikligidan foydalansa bo'ladi. Kichik bala asonli o'rganib olgan tunji sifat yemak-ichmakda ochko'zlik qilishdir. Shunga balaga yeyish, ichish adablarini o'rgatish lozim. Non tugirib yeydigan narsaga odatlanib qilib, shuni shart qilib olmaslik uchun nonni quruq yeyishga odatlantirish kerak. Ko'p tomoq yeyishni balaga hayvonlarning ko'p bo'g'iz yeydiganligiga o'xshatib qabih ko'rsatish lozim. Rengarang va ipak kiyimlarni emas, balki oq kiyimlarni kiyishni suyumli ko'rsatish va rengarang va ipak kiyimlarni kiyish ayollarning va hamjins kishilarning odati deb uning zehniga singdirish lozim. Kichik balalarni bayashat turmushda o'sib yetilgan balalar bilan aralashishdan to'sish, ularni maktabda Qur'on, hadis o'rganish va solih kishilarni chin dildan yaxshi ko'rish uchun ularga yaxshilarning hayotini o'rgatish bilan mashg'ul qilish kerak va shundaqla oshiq mashhurlar so'zlanadigan she'rlarni yodga oldirmaslik lozim. Kichik bala güzel xuluq ko'rsatsa va madiyalanadigan ishlarni qilsa, uni izzatlash, xushal bo'lgan narsalar bilan mukofotlash va kishilar orasida maqtab qo'yish lozim. Agar ba'zi vaqtlarda güzel axloqqa qarshi ish qilsa, uni ko'rmasga silish va uni yuziga solmaslik. Agar yomon axloqni qayt qilsa, yushirin ogohlantirish, uni kishilarning ko'rib qilishdan qo'rqitish va ko'p ayiblamaslik kerak. Chunki ko'p ayiblash malomat anglashni yengil ish qilib qo'ydi. Shuning uchun ayibliguvchi so'zning hayvatini saqlasin. Ana balını dadisi bilan qo'rqitsin, kunduzda uxlashdan to'ssin, chunki kunduzda uxlash horullikni keltirib chiqardi. Kechada uxlashdan cheklamasin, lekin a'zolar qetishib qolmasligi uchun yumshoq ko'rpada yotqizmasin. Ko'rpa to'shak, kiyim-kechak va yemak-ichmakda yiriklikka odatlanishi, o'rin bo'lib qolmasligi uchun chiniqish, harakat qilish va ming'ishga odatlanish kerak. Ota-onasining qo'l ilkidagi narsalar bilan yoki yemak-ichmak yoki kiyim-kechak bilan tanishlarga maqtanishdan cheklansin. Balani aralashgan kishilarni hurmatlash, kamtar bo'lishga odatlantirish kerak. Balani o'ziga o'xshash kichik baladan bir narsa ilib olishidan cheklash, boshqalardan bir narsa ilish deganlik, tuvanlik, berish bo'lsa ustunlik deb o'gitish va uning ko'ziga oltin, kumush muhabbatini qabih ko'rsatish kerak. O'ltirgan o'rniga tükürmaslik, mishqirmaslik, boshqalar bar yerda asnamaslik, putini putiga mingashtirib o'ltirmaslik va ko'p gap qilmaslikqa odatlantirish kerak. Balani boshqalar savol so'rasa javob berish, o'zidan cho'nglar so'zlasa yaxshi quloq silish, o'zidan yuqori kishilarga o'rnidan turib berish va uning oldida o'ltirish qatorliq ishlarga odatlantirish kerak. Maynat gap qilishdan va og'zi buzuqlar bilan aralashishdan cheklashlar kerak. Chunki kichik balalarni qo'g'dashning asosi ularni yomon hamrohlarga aralashishdan saqlashdir. Bala maktabdan chiqqandan keyin o'rganish harg'inligidan dam olish uchun go'zal o'yinlarni o'ynashiga keng sharoit hozirlab berish. Bir hikmatda qalblarni dam oldirg'in, shundalar zikrini esda tutadi deyilgan. Balaga ota-onasiga, muallimiga itoat qilishni va ularni hurmatlashni o'rgatish lozim. Bala 7 yoshga kirganda namoz o'qishga buyurish, taharatsiz namoz o'qishga odatlanib qolmaslik uchun taharat olmaslikqa ruxsat qilmaslik kerak. Yomon aytish va xiyonat qilishdan qo'rqitish, balog'at yoshiga yaqinlashsa, ba'zi ishlarni o'zi qilishga tashlab berish. Bilginki, yemak-ichmaklar xuddi dori-darmonlarga o'xshashdir. Yemak yeyishdan maqsad badanni Allohga itoat qilishga kuchlantirishdir. Dunyo fani, o'lim dunyo ne'matlarini kesib tashlaydi. O'lim insonni har lahza kutib turur. Oxirat uchun uzuq olgan kishi aqlli kishidir. Agar balaning o'sib yetilishi yaxshi bo'lsa, bular balaning qalbida tashqi naqsh o'ygandek mustahkam o'rin oldi. Sahil ibn Abdullah at-Tusturi rahimahullah aytdi: Men 3 yosh vaqtimda kechida o'rnimdan turib, ona taraf tag'am Muhammad ibn Savvarning namoz o'qishiga qaraydim. Tag'am menga bir kuni, "Seni yaratgan Allohni zikr qilamsan?" degan edi. Men, "Qanday zikr qilman?" dedim. U, yotar chig'ingda tilingni harakatlantirmay, qalbingni 3 qatim "Alloh men bilan billa, Alloh meni ko'rib turdi, Alloh menga guvoh" degan dedi. Shunda qilib men bir necha kechalar shundaq dedim. Ondan uningga aytib berdim.
U endi har kechada 11 qatim degan dedi. Men u degandek qildim va u buning halovatini qalbimda his qildim. Bir yildan keyin menga tag'am, men sen o'rgatgan kalimalarni esingda tutqin, qabranga kirib bo'lguncha shunday qilishni davomlashtirgin dedi. Men uda bir necha yil takrorladim va ichimdan uning halovatini his qildim. Ondan tag'am menga Ey Sahil, Allah o'z bilan birga bo'lgan, Allah qarab turgan va guvoh bo'lgan bir kishi, yana Alloh taologa osiylik qilamdi, gunoh ma'siyatlardan saqlangan dedi. Men maktabga bordim va 6-7 yosh vaqtlarimda Qur'onni yodga oldim. Arpin nini bilan yilning ko'p kunlarida ro'za tutatdim, keyin har kecha qiyomda turadigan bo'ldim. Fasl irodaning shartlari va nafsga qarshi jihad qilishning muqaddimalari va riyozat yo'lida asta-asta ilgirlash. Bilginki, oxiratni qalbi bilan haqiqiy yaxshi ko'rgan kishining u dunyoni ko'zlashi va bu dunyodan qo'l o'zishi muqarrardir. Chunki birovning ilkida marjon bo'lib, keyin qimmatli marvoyatni ko'rsa, uning marjonga qiziqish qolmaydi. Agar uningga marjonni marvoyatga sotqin deyilsa, darhol ma'qul bo'ladi. Allah Taala u dunyoni ko'zlashni nasib qilgan kishi uchun nafsni tarbiyalashda boshda o'rindimiz bo'lmaydigan shart. Chingi eslib mangdigan yo'lboshchi va qo'g'dindigan qo'rg'onlar bo'lishi lozimdir. O'rindilishi zarur shart bo'lsa, gunoh ishlarni tashlash orqali o'z bilan egiz orasidagi pardani ko'tarish. Yo'lboshchi bo'lsa, shaytonlar ozdirib ketmaslik uchun haq yo'lni ko'rsatib turadigan ustozdir. Qo'rg'on bo'lsa, xilvat qilishdir. Kishi yana havo havasiga qarshi ish qilishi, zikrni ko'p, virdlarni o'ttiral qilish kerak. Nafsni tarbiyalashning cheki. Qalbni doim Alloh taolo bilan birga his qilish. Bu hol boshqalardan xoli qolganda mumkin bo'ladi. Inson nafsiga qarshi uzun muddat jihad qilganda, ondan xilvat hosil bo'ladi. Bu Alloh roziligini iroda qiluvchining o'zini tadrijiy chiniqtirish va tarbiyalash yo'lidir. Har bir suhbatda tarbiyalanishning tafsiloti yaqinda kelgusi inshaalloh. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.